Dasturimiz davom etadi. Fanlar akademiyasi Tarix instituti tomonidan Turkiy muxtoriyati milliy matbuotda kitobi chop etildi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida mazkur kitob taqdimoti o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Turkiston muxtoriyati milliy matbuotda kitobi o'zbek xalqi va davlatchiligi tarixi manbalari rukni ostida chop etilgan. Unda jadid bobolarimizning milliy davlatchilikni tiklashdagi buyuk jasoratlari natijasi bo'lmish Turkiston muxtoriyati haqida milliy matbuotda e'lon qilingan maqola, she'r va xabarlar jamlangan. Bu kitob tarix instituti olimlari tomonidan bir guruh yoshlar tomonidan nashrga tayyorlandi. Mazkur kitobda 1917-18 yillarda Turkiston taraqqiyparvarlari jadidlarining nashri bo'lgan Ulug' Turkiston, Najot, Kengash, Hurriyat, Yurt va boshqa bir qator gazetalar, jurnallarda o'sha paytda e'lon qilingan Turkistondagi milliy ozodlik harakati tarixi, muxtoriyachilik tarixi, jumladan Turkiston muxtoriyati hukumatining faoliyati yoritilgan hujjatlar qamrab olingan. Bunday kitob O'zbekiston tarixida birinchi marta chop etilmoqda. Men o'ylaymanki, kitob shu jihatdan Turkiston tarixini o'rganishda jiddiy ahamiyat kasb etadi. Tadbirda so'zga chiqqanlar o'rganishlar natijasida jurnal va gazetalardagi Turkiston muxtoriyatining tashkil etilishi, faoliyati va tugatilishiga oid maqolalar hamda xabarlarning bibliografik ko'rsatkichi tuzilgani, ushbu hujjatlar to'plami esa katta ilmiy ahamiyat kasb etishini ta'kidlashdi. Kitob jadidlarimiz Turkiston muxtoriyati tarixiga qiziquvchilar uchun ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.